Hurmatli aziz teletomoshabin do'stlar, mana bugun biz ko'rsatuvimizga yosh iste'dodli xonanda Chukovskiyda xizmat ko'rsatgan sushist Abdumalik Sattarovni taklif etamiz. Hozir so'z navbatini Abdumalikka beramiz. Abdumalik, san'atga qiziqish sizda qachon boshlangan? Mana shu haqida gapiring. Assalomu alaykum aka. Menga san'at yoshligimdan ilk dastlabki maktabga borgan paytlarimdan boshlangan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin sekin muzikal maktabga qatnashganmiz. Endi ko'p gapirmaylik, ajoyib qo'shiqlar kelganmiz. Shuni sizlarga havola etamiz. Mana shu kunlarimiz kechasi. Qo'shig'imizning nomi nima? Armoni go'zali. Hozir aziz do'stlar, yosh iste'dodli san'atkor Abdumalik Sattarov ijrosida Farg'ona go'zal qo'shiqni hukmingizga havola qilamiz. Marhamat. Rahmat. Farg'ona go'zalining to'pqa. Yo'lning shu ma'no qanday? Çek geliyordu.